qisqa ko'ringan sarob desammi yoki illyuziyami? Hozir aytmoqchi bo'lganim, misol uchun yigit va qizlar o'rtasida ko'paygan. Ya'ni qaysidir qiz birorta yigitga o'zini zo'r ko'rsatib, boshqacha juda o'tib ketadi zo'r ko'rsatish bo'yicha. Yoki birorta yigit boshqa qizga juda o'tib ketadi zo'r ko'rsatish bo'yicha. Hamma narsa hali maqsadga yetguncha deydi-yu, hali ishim bitdi, eshagim loylanibdi deydimi, shunga o'xshagan. Yo oila qurgungadir shunday ko'rsatadi yoki boshqa maqsaddan. Endi har xil maqsad. Shu joyida unchalik aldanib qolmaslik kerak-da, chunki o'zini to'g'ri ko'rsatadigan odam ko'plarga birdaniga yoqib ketmaydi. Lekin o'zini vaqtinchalik zo'r ko'rsatadigan odam o'sha maqsad tugangadir zo'r, keyin o'zida haligi ko'rinmagan tarafda keyin ko'rinadi. Shunga aldanib qolmaslik kerak. Shu aytmoqchi bo'lganim shu edi.